Assalomu alaykum. Birinchi saytda ochamiz. urduq.ao.kg deb turib undan keyin obratno slash qo'yib turib wp-admin bu yerga biz yurgan login parol yurgizamiz. Men saqlab qo'yam. Shuning uchun menga avtomatik chiqadi. Adres email berib kiraveradi. Burungi kirizgan daniylarni o'zgartirish desalar, mesela aylak apparatning sostavini ular bor bu все страничаның içinde. Mesela aylak apparatni mesela o'zgartirish desek, изменить. O'zgartirish misol uchun. O'zgartirish bitgan sayin bu yerda обновить degan knopka bor. Shuni bosib qo'yamiz. Qanday bo'lgani bunday qilib ko'rishda. Bu yerda o'zgartirish g'ayra qo'ydiqda. Undan keyin to'xtamlarni kirish uchun bunday kirsak bo'ladi. Запись добавить новую. Запись добавить запись deb turib. Bu yerga to'xtamlarni qo'yamiz. To'xtamdan nomeri murotlarga o'xshashtirib qo'yamiz mesela. Mesela bu zaголовокda bu bunlara nomer qo'yilib qo'yibdi. Bulardan ko'rib ekan. Nomer qo'yish ketdi neyse. Bunda zaголовок. Misol uchun aynan büyük datadan o'qib, misol 8 birinchi to'xtam misol. Undan keyin to'xtamning shapkasini qo'yamiz, to есть boshidagi. Mana men bu saytga kirish qo'yam bunda. To'xtam kengaytirdi. Bu yerda razmeri bor, razmerini polniy qo'yamiz. Вставить запись deyni qo'yamiz. Enter basmasini tushirib, undan keyin shu to'xtamni tekstlab kelib chiqaysiz-da. Misol Worddan ko'p ishlab qoldim misol. Copyright etamiz qadimdagi. Olib keldikdagi kontrol bilan buni bosib ishladik. O'zingiz ko'rayotgandek qilib formatda olasiz bu yerdan. Pasatroni saqlab. Shuni saqlab joylashgan. Undan keyin bu yerdan qaysi rubrikaga chiqarasidan da olasiz. Agarda to'xtam bo'lsa, shunday yo'l bilan to'xtamni tender bo'lsa, tender jarayonlar. Normativ dokumentlarda ishchira, changliqlar barlarga keltiraverasiz-da. Misol to'xtamlarni qo'yamiz hozir. Bu yerda datasini o'zgartiramiz. Agar ertangi datani chiqaramiz desak, misol uchun 9 deb qo'ysak, mana zaplanirat bo'lib qoldi. Ertangi shu vaqtda chiqib qoladi bu yerda. Bo'lsa o'tgan datani chiqarib qo'ysak bo'ladi. Misol 7sidan chiqdi desak, rubrikaga aytamiz.
qarab ko'raylik, to'xtamlar. Buni ayvelek biz çalgan. Gereksizini ölçüp alıp desek, eğer şunu gelecek olup kalsa şunu yerden turan bir narsa çalarsa. Onun için udaylık karşını deyin basarız. Cıvı bolsa, bunda все записи qarabız. Bu yerden gerektiğini tişke koyabız. Ölçülü turganlar, cevangay turganlar. Ana misalı değişçesinde misalı добавить удалить корзину. Удалить корзину alalım. Anda корзинаға çıkıp da. То есть сразу удаление olmayı корзинаға çıkıp da. Ama şu корзинадан gelecek olsa lan удалить навсегда da alıp salarız. Olmasa qayerda gerek bo'lsa bastan aytib o'rniga keltirib olsak bo'ladi. Qisqacha o'sha. Assalomu alaykum.